Hammamizga ma'lumki, bugungi kunda AIDS kasalligi yoki bo'lmasa xalq tilida SPID kasalligi desak tushunarliroq bo'ladi. Mana shu kasallikni kelib chiqqaniga, tibbiyotga ma'lum bo'lganiga ancha vaqtlar o'tdi. Shunday bo'lishiga qaramasdan bu kasallikni keltirib chiqarayotgan muammolari hozirgi kungacha ham o'zini dolzarbligini yo'qotganicha yo'q. Agar butun dunyoda bo'layotgan holatni oladigan bo'lsak, bironta bir davlat yo'qki, bu kasallik kirib bormagan bo'lsin. Shu jumladan respublikamizda ham 1987-yildan boshlab mana shu kasallik ro'yxatga olinishi boshlangan. Bu kasallikni hozirgi kunda ham yangilarini aniqlanish holatlari uchrab turibdi. AIDS kasalligi bu menimcha hamma biladi, bu kasallikni yuqish yo'li 3 ta yuqish yo'li bilan yuqadi. Bu jinsiy aloqa yo'li orqali va parenteral yuqish yo'li deymiz. Bu teri va shilliq qavatlar butunligi buzilishi bilan kechadigan turli xil muolajalardan, holatlardan keyin yuqish holati va uchinchisi bu vertikal yuqish yo'li deymiz, ya'ni onadan bolaga shu kasallikni yuqib qolish holatlari kuzatiladi. Mana shu kasallik endigina kirib kelgan paytlarida bu kasallik parenteral yuqish yo'li bilan kirib kelgan. Sababiki o'sha giyohvandlar o'rtasida, ya'ni inyeksiya orqali giyohvand moddalarni qabul qiluvchilar o'rtasida bu kasallik aniqlangan birinchi boshida va ular o'rtasida ko'proq ro'yxatga olingan. Lekin yillar o'tishi bilan bu davriylik, epidemiyani davriyligi o'zgardi-da, hozirgi paytda bu kasallik jinsiy aloqa yo'li bilan yuqish holatlarini ko'proq uchrashiga olib keldi. Respublikamizda, jumladan bizni viloyatimizni ham oladigan bo'lsak, bu kasallikka hozirgi paytda shu jinsiy yo'l bilan yuqish holatlari 80% dan yuqori bo'lib turibdi. Jinsiy aloqa yo'li bilan yuqishni keltirib chiqaradigan qanaqadir omillar bormi degan bir haqli savol tug'iladi. Bu juda ham ko'p omillarga bog'liq. Birinchi o'rinda inson o'zini sog'lig'ini haqida qayg'urishi kerak, o'zini oilasiga sodiq, vafodor bo'lishi kerak, o'zini farzandlarini, yaqinlarini yaxshi ko'rish kerak. Mana shu migratsiya holatlarini ichki va tashqi migratsiyaga bo'lamiz. Holatlarini aytib o'tish kerak, sababiki eng yosh qatlam desak bo'ladi. Mana shu 25 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida o'sha migratsiyaga borish holatlari ham ko'p, kasallikni aniqlanish holatlari ham o'shalar ichida ko'p. Biz profilaktik tadbirlar olib boramiz. Aholini barcha qatlamlari o'rtasida olib boramiz. O'sha epidemiyani harakatga keltiruvchi kuch deymiz. O'sha epidemiyani harakatga keltiruvchi kuch bu xavf guruh vakillari deyiladi. Ya'ni o'sha inyeksiya orqali giyohvand moddalarni qabul qiluvchilar, rag'batlantirish evaziga intim xizmat ko'rsatuvchi shaxslar hamda o'sha yana bir qatlam bor, endi u ham bizning ma'naviyatimizga yod bo'lgan bir qatlam. Bular o'rtasida profilaktik tadbirlarni olib borishga, ko'proq ularga yo'naltirib olib borishga ham harakat qilamiz. Lekin yana bitta narsani aytish kerak, ayniqsa hozirgi paytda mana shu yoshlarimiz o'rtasida shu kasallikni ko'proq aniqlanishi juda ham odamni xavotirga soladigan holat. Sababiki kelajakni ta'minlaydigan, jamiyatni rivojlantiradigan bu yoshlar. Albatta, agar ular shu yoshligidan, shu 25, 30, 35 yoshdan shu kasallikka chalinib qoladigan bo'lsa, bu kasallikni oxiri baribir nogironlikka olib keladi. Hammaga ma'lumki, shu kungacha bu kasallikdan butunlay forig' bo'ladigan davo yo'q. Albatta, hozirgi paytda o'sha ishlab chiqilgan dorilar bor. Bu dorilar o'sha infeksiyani uxlatib qo'yib, oddiy tilda aytadigan bo'lsak, uxlatib qo'yib, uni ko'payishga yo'l qo'ymaydi-da, o'sha organizmni immunitetini ishlashini ta'minlab beradigan dorilarimiz bor. Bu dorilar ham o'sha shifokorlar tavsiya qilgani bo'yicha o'zini qonun qoidalari bor. Bu dorilar hammasi kimyoterapiya deyiladi. Albatta, uni ichgan paytda o'sha shifokorlar tavsiyalariga albatta amal qilish kerak bo'ladi. Injiq tomoni bu kasallikka chalingan paytda inson hech narsani his qilmaydi. Inson atrofidagilar ham, shifokorlar ham hech narsani his qilmaydi, sababiki aniq bir klinika bermaydi. Birinchi kasallik yuqqan paytda qanaqadir behol bo'lib, ozgina temperaturasi ko'tariladi, yana tushadi. Xuddi o'sha gripp bo'lgandaqa, shamollashdaka holatlar bo'ladi-yu,
hech kim masalan men spid bo'lib qoldim shekilli deb yugurib doktorga borib laboratoriyada tekshirtirmaydi. Spidga mendan qon oldi demaydi hech kim. Chunki bizda shunaqa inson psixologiyasi shunaqa. Bizlar yomon narsani o'zimizdan uzoqroq ushlashga harakat qilamiz. Bu virus shunaqaki, o'sha paytda bir ozgina o'zini namoyon qilib kirib oldimi, bo'ldi. O'sha birinchi bosqichdan sekin ikkinchi bosqichga o'tadi. Ikkinchi bosqichda u agar sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'sha tanaga kirib olgandan keyin endi o'sha tanadagi hujayralar bilan tanishuv, ichkariga kirib olish, bo'linish, ko'payish jarayonida bo'ladi va inson o'zini sog'lomdek his qiladi, bilmaydi hech narsani. Sekin-sekin u bo'linib, ko'payib olgandan keyin o'sha 3-klinik bosqichga o'tgandan keyin klinika berishni boshlaydi. Ya'ni badaniga toshmalar toshishi, limfa tugunlarini shishi, oylab ichib ketishi sababi yo'q, ketaveradi ichi. Ozib ketishi, tanani 10% ozishi bu 3-bosqichga o'tgandan darak beradi. O'shandan keyingina insonlar sahal nima bo'lyapti menda degandaqa shubhaga borib qoladi. O'shandan keyin borib doktorlarga aytib, mana shu shikoyatlarni aytganda, ko'pincha doktorlar, to'xtang, siz bir shu OITSga bir qon topshiring degan fikr bilan OITSga yo'naltiradi va o'shanda biz kasallikni aniqlaymiz. Aytib o'tishim kerak, Sirdaryo viloyatida mana shu 3-4-bosqichda aniqlanadigan holatlar hozirgi paytda ko'proq uchrayapti. Sababiki inson o'zini qilgan ishlari esdan chiqib ketgan yoki bo'lmasam o'sha qaysidir tibbiyot muassasalariga borgani yoki bir qanaqadir hech kim o'ylamaydi, shunaqa kasal bo'lgan bo'lsam kerak deb. Va bu qancha kech aniqlansa, o'shancha bu murakkab jarayon bo'ladi. O'sha dorilardan davo topish ham ancha qiyin kechadi. Shu sababli bizning ko'p hujjatlarimizda belgilangan, deklaratsiyalarda belgilangan, qonunlarda belgilangan bu bemorlar to'g'risidagi ma'lumotlar oshkor etilmaydi deganligining sababi ham birinchi o'rinda uning hayotiga bir daxl solmasin har xil narsa degandek ularni bir ijtimoiy tomondan himoyalash maqsadida shunaqa bir hujjatlarimizda ko'rsatib o'tilgan. Shu sababli ular to'g'risidagi ma'lumotlar faqatgina qonunda kimlarga ochiqlash mumkin bo'lsa, faqatgina o'shalarga ochiqlanadi. Ayniqsa ko'p duch keladigan holatlarimiz mana nikohlanuvchilar o'rtasida shu kasallik aniqlanadi. Sababiki nikohlanuvchilar o'sha Vazirlar Mahkamasining 365-sonli qarori bor. Bu qarorda o'sha 5 ta infeksiyaga tekshiruvdan albatta o'tish kerak. Shu jumladan OITSdan ham o'tish kerak. Shunaqa holatlarda biz harakat qilamiz. Ko'pincha o'sha bolada aniqlanib qolsa, birinchi o'rinda o'zi aytadi o'sha qizga, menda shu kasalligim bor deb. Keyin agar aytolmasa, boshqa qilsa, o'zining ruxsati bilan shifokorlar chaqirib aytamiz. Mana shunaqa aniqlandi kasallik deb. Ularning turmush qurishi uchun tushuntirishlarni olib boramiz biz. Lekin ko'p holatlarda o'sha ayniqsa qizlar bilib turib, men shu odamga turmushga chiqaman deb tilxat yozib berib turmushga chiqadi. Bu turmushga chiqishligi endi uni o'zini xohishi, 18 dan oshgan, endi qo'lida hujjatlari bor, lekin ertaga jamiyatga keladigan tomonlarni biz tushuntiramiz. Bizda chunki tajribamizda bu narsa bo'lyapti. Turmushga chiqadi, 1 yil, 2 yil yashaydi, farzand ko'rgandan keyin o'rtadagi haligi sevgi muhabbat kamayadi, yo'qoladi, qo'polroq aytganda. Undan keyin bir-birini kamsitish, bir-biriga kamchiligini aytish holatlari bo'ladi. Ko'p uchraydi bunaqa narsalar. Shuni orqasidan o'rtada bola bor, ajralishlar, sudma-sud yurishlar, bizga suddan qog'oz keladi, shuni bilgan ekansizlar, nimaga anaqa qilmagan, bu turmush qurgan degan. Endi hujjatlar bor. Qonun doirasida ikkita odam o'zi xohlab turib turmush quraman desa, unga tushuntiramiz, shunday bo'lsa ham tushuntiramiz. Lekin tilxat yozib, men turmush quraman deydi, unga endi biz qarshilik qila olmaymiz. Lekin biz shifokor sifatida o'sha bemorni holatini, o'sha hozirgi paytda mana shu diskordan juftlik deymiz. Ya'ni 1 yildan ortiq birga yashaydigan, bittasi sog'lom, bittasi kasal bo'lgan oilalar bor. 1 yildan oshdimi, u bizda o'sha ro'yxatga kiradi. Diskordan juftlik bu. Shunaqa juftliklar bilan ham ishlaymiz, sababiki doimiy ravishda o'sha sog'lom juftligini ham biz tekshirib turamiz.
bemor bilan ishlaymiz, dorisini vaqtida beramiz, analizlarni olib, dinamikani ko'rib turamiz. Sog'lom juftlik bilan ishlaymizki, bunga yo'qib qolmasin deb. Bundan tashqari bizada juda ham ko'p uchraydigan holatlardan bittasi o'sha dori vositalarini qabul qilishdan bosh tortish. Bu dori vositalari juda ham katta mablag'lar evaziga xorijiy davlatlardan davlatimiz tomonidan sotib olinadi. Qaysidir foizi o'sha global fond tomonidan sotib olib beriladi. Qaysidir foizi o'sha davlatimiz tomonidan sotib olib beriladi va bepul beriladi bemorlarimizga. Boshqa davlatlarda bu dorilar aptekalarda sotiladi va qimmat juda ham. Uni bir marta, ikki marta sotib olish mumkin. Keyin o'zini topayotgan mablag'iga oilasidan orttirib u dorilarni sotib olishga qurbi yetmaydi insonlarni. Shu narsani o'ylagan holda davlatimiz tomonidan bu dorilar sotib olinadi, bemorlarga tekin tarqatiladi. Lekin buni mohiyatini yo tushunib yo tushunmasdan bemorlarimiz ichishdan bosh tortadi. Qancha tushuntirsangiz ham kelmaydi vaqtida, ichmaydi dorisini yoki bizdan olib ketib ham ichmaydi. Bu eng yomon oqibatga olib keladi, sababki shu dorini ichib to'xtatib qo'ysa, bu doriga nisbatan rezistentlik deydi, chidamlilik paydo bo'ladi. O'sha virus juda ham ayyor virus, u darrov o'sha dorini boshqa anaqaga kiradi, u dorini qabul qilmay qo'yadi. Bu dorini endi qancha bersangiz ham u virusga ta'sir qilmaydi o'sha bemorga. Va endi boshqa sxemaga o'tishga to'g'ri keladi. Bu sxema o'sha qimmatroq sxema hisoblanadi va bu albatta davlat uchun ham og'irlik tug'diradi. Hammasidan ham mana shu doriga rezistentlik, o'sha turg'unlik bo'lgan insondan boshqa insonga kasallik yuqsa, u insonda ham shu dorini qabul qilmaslik, ya'ni unda ham turg'unlik bo'ladi. Unga ham ta'sir qilmaydi mana shu dori. Haligi bundan yuqtirgan odamga ham bu dori ta'sir qilmaydi. Bu esa juda ham katta muammolarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Profilaktik tadbirlar biz doimiy ravishda olib boramiz, sababiki bir vaksina yo'qki, bu kasallikni bitta emlab qo'ysangizda boshqalarga yuqmaydi endi deb kutib tursangiz, bu targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borish bilan profilaktika qilish kerak bu kasallikka. Juda ham ko'p profilaktik tadbirlar olamiz. Agar o'tgan yilni oladigan bo'lsak, 600 ga yaqin profilaktik tadbirlar o'tkazdik. Birinchi o'rinda o'sha maktablar, oliygohlar, texnikum, kollejlar va mahallalarda, diniy qo'mita bilan birgalikda o'sha masjidlarda olib borib o'sha domlalar bilan gaplashib, o'zimizni hali yozib beramiz. Shuni o'qib bering, mashqqa kelgan odamlarga deb. Ularda bozorlarda roliklar qo'yamiz, bozordagi hali monitorda aylansin deb, vokzallarda men bu migratsiyaga keladigan, ketadiganlarga tushuntirish ishlarini olib borish maqsadida juda ham ko'p tarqatma materiallar tarqatamiz, aksiyalar o'tkazamiz. Men shu fursatdan foydalanib birinchi o'rinda bir shifokorlar tavsiyasi desam bo'ladi. O'z shifokorlarning tavsiyasi doimiy ravishda bir xil bo'ladi. Avvalo o'zini sog'ligiga e'tibor berish kerak. Inson hayotga kelgandan keyin birinchi o'rinda o'sha sog'lom yashash kerak. Farzandlarni sog'lom dunyoga keltirish kerak. Buning uchun juda ham katta mas'uliyat yuklangan otaga ham, onaga ham. Sog'lom turmush tarzi deymiz, bu gapni tagida juda ham katta ma'no bor. Bizning respublikamizda hamma narsa bor. Mana shu O'zbekistonda men bahor paytida mana Sirdaryoda yuraman. Yo'q, giyohlarning o'zi yo'q. Lekin biz e'tiborsizmiz. Agar doimiy ravishda o'sha mevalardan, o'sha giyohlardan, sabzavotlardan biz foydalanib ovqatlarimiz ratsioniga shu narsalarni kiritsak, albatta o'ylaymanki, doim tetik, sog'lom jamiyat uchun kerakli bo'lib yashaymiz.